Qadrli san'at shinavandalari, aziz muxlislar, mana hozir Turkmanistonda Charjou, ya'ni Libab viloyatida Turkmanobod shahridamiz. Farhodjon ajoyib ukamiz, yaxshi san'atkor, o'zi shogirdimiz. Mana shu Turkmanobodda o'zi ijodiga baraka tilaymiz, omad tilaymiz. Xudo xolasa va yaqin kunlarda yangi albom taqdim etish arafasida turibdi. Bu albomni ham nima deydi, oldingi qo'shiqlaridek iliq kutib olasizlar deb umid qilamiz. Omad tilaymiz. Ilohim mana shu umuman ijodiy hamkorligimiz, umuman O'zbekiston bilan Turkmanistonni har ikkita qo'shni xalqlarini birlashtirishda, do'stligini mustahkamlashda o'ylaymanki, Farhodjonni ham qo'shiqlarini, ijodini ham o'zbek tilida, ham turkman tilida aytilayotgan qo'shiqlari o'ylaymizki, O'zbekistondagi turkman xalqiga ham ma'qul bo'ladi va o'zbekcha ijro qilgan qo'shiqlari ham O'zbekiston xalqiga ham ma'qul bo'ladi va turkmancha qo'shiqlari ham bu yerlik turkmanlarga ham, o'zbekistonlik turkmanlarga ham o'ylaymanki, qanaqadir bir chiroyli bir guldasta bo'ladi. Mana shu kelajakda, yaqin kunlarda sizlarni e'tiboringlarga havola etiladigan mana shu albom munosabati bilan ukamga omad tilayman. Muxlislari ko'p bo'lishini tilayman va kelajakda baland va davomli parvozlar tilayman. Sog' bo'ling.